Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Ha? Pishirib bo'ptimi bu yerda? Nimaga kelding? Adasi 4 oydan beri aliment olganimiz yo'q. O'ynayotganim yo'q. Pulim tushib beraman. Adasi, majbur bo'ldim. Bolamizga oyoq kiyim olib bera olgan. Bolamiznimi? Bolamdigi. Bolasan bilan qolgan. Oyoq kiyim olib bera olmaymiz. Nimaga tushunmaysiz? Majbur bo'ldim masjidga kelishga. Menga qara, nima sen meni ko'rsang, pulni ko'rgandek bo'lasanmi? Ha? Shunaqa ham odam bo'lasanmi? Sabr qilib turdimmi? Imkoningiz bo'lsa degandim. O'zim uchun emas, bolalar uchun so'radim. Bola saniki, meniki emas. Bolani pesh qilma menga. Ajrashdan oldin o'ylash kerak edi. Yetkiza olmayapman. Ha, bu yerda qorovul bo'lsanmi? Ish bilan oliy oladi. Oyligim tushib beraman. Odamlar qarzini olish uchun qancha kutadi bilasanmi? Sen aliment olgani 4 oygina kutsan. Bo'pti. Ko'paytirma. Davay, hayda. Mamnun ham ol. O'zini siydigini oqizmasin menga. Davay, hayda. Hech bo'lmasa bolamizni o'ylang. Men senga necha marta aytayapman, bola saniki donma. Ikkalamiz unaqa demang, Bo'ldi. bola oldida. Pul tushib beraman. Hayda. Bo'ldi. Bor.